Assalomu alaykum. Borlaringga shukr. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Xo'p, akalar, xolodilniklar, vitrinalar, konditsionerlar, hattoki stoykalar mana orqasida turibdi. Juda ham ko'p stoykalarimiz bor. Hozirgi kunda eng ko'pchilik oqtar yurganlari va akalar konditsionerlar yangilari, bo'shliklari, har xil turlari bor. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, sizlarga to'liqroq ma'lumot beramiz. Akalar, bizda yangi bo'lsalaring, podsiyasini bosib qo'yinglar. Birinchi navbatda ishlab chiqarish bizneslar birinchilardan ko'rib olasizlar. Eng arzon joyi birinchi qo'lga kelganmiz. Adreslarni aytib o'tamiz. Dastavkasi bormi, yo'qmi, hammasini aytib o'tamiz. Biz bir boshdan boshlaymiz. O'sha bir chekkadan boshlasak maylimi? Bir boshdan video olganimizga yetmaydi. Xo'p, bu yerda nima bor bu? Bu halim magazinlarga bu. Shashli xonalarga kichikroq. Bu necha metrga, necha qanaqa razmerlar? Bu 120 ga 90 bo'ladi. Nech pul mana shu? Bu buishnisini. Buni 4 millionga berib yuboramiz. Ekonomik motor. Ha, ekonomik motor bo'ladi. Tayda ham joy bo'ladimi? Tayda joyi bo'lmaydi. Tayda joy bo'lmaydi. Xo'p, bu-chi, bu ham rabochiy. Bu marazilka. Buni 2,5 million qilib beramiz. Bu rabochiy bular. Rabochiy deb nima qilamiz? Necha pul dedingiz? Bu 2,5 million. 2,5 million so'm. Xo'p, endi mana shu tarafni birinchi tugatib olaylik, keyin bu tarafga o'taylik. Qaranglar. Xo'p, undan keyin mana yashil qolib ketmasin. Mana shu yashil 170 bo'ladi. Ha, hop. 2,5 millionga berib yuboramiz. 2,5 million so'mga berib oladi. Bu atakalarimiz dastavkasi bormi yo kelishilgan holatda? Kelishilgan holatda bu. Joyiga qarab. Joyiga qarab. Mana uchi mana 4 ha. Bu 4 2 metrga 70 bo'ladi. 4 ta o'ziga emas, shirinliklarga, xullas, kichkinaligi pralni deydi. Mana deysiz, salad mana o'shanaqa narsalarga bo'laveradi. Xullas, bu vidni ham ochib beradi. Ya'ni o'sha magaziningiz, do'koningiz hamma yo'g'ini ochib beradi. Xo'p, endi bag'dan ketaylikmi, og'dan ketaylikmi? Og'dan ketaveramiz, gap yo'q. Xo'p, qaranglar, mana-chi mana stoykamiz. Bu zavodskoy. Ha. Buni oldi yopilarmidi? Buni adashmasam? Oldi yopiladi. Kupe bo'ladi. Buni 7,5 million so'm ekonomik motor. 7,5 million so'm ekonomik motor. Zavodskoy. Zavodskoy bu. Xo'p, endi mana ularchi mana yangilardan. Aka, mana unimiz tagidagi necha metrli, qanaqa kilosi, litri? Bu 90 bo'ladi, litri 550 litr, 750 litr. 180 aka, 180 aka. Ha, 180 aka. 700 litrli. 700 litrlik. 7 ta reshotkasi bor. Nech pul? Bu 7 million so'm, yangi ishlatilmagan. 7 million so'm yangi ishlatilmagan. Bunisi-chi? Bunisi 4 million 500 ming so'm. 4 million 500 ming. Sariqlardan-da. Sariqlardan, hali mana bunaqani sariqdan faqat. Sariqdan. Xo'p, endi mana stoykalarimiz-chi? Uyg'ur. Bu stoykamiz 439 litrli bo'ladi. Bu 5,5 million so'm. 5,5 million so'm. Bunisi-chi? Bunisi 3 million 800 ming so'm. 3 million 800 ming so'm. Xo'p, yonidagi-chi? Bunisini 2 million 700 ga berib yuboramiz. 2 million 700 mingga. Mana ularchi, mana shu hammasi. Mana artellar, mana shu artellarni narxini 4 milliondan beramiz. Hozir bir 20 ta 30 ta bor sizda? Ha, 100 ta ham bor. 100 ta ham bor, ha. Mabodo so'raganlarga 100 ta ham bor ekan. Nech puldan dedingiz mana shuni? Mana shular 4 milliondan beramiz. Bir 10 ta 20 ta olgangachi. Sal kelishtirib beramiz. Dastavkasi bormi bular? Bular dastavkasi bor. Qanchalargacha? Vodiy bo'ylab bepul qilib beramiz. Bularda stoykalari vodiy bo'yicha dastavkasi bor, bir 100 tagacha bor deyapsiz. Bor. Ha, bularchi, mana bular. Mana shular 1-2 oydan ishlagan. Ha, 1-2 oydan ishlagan. 4 million 200 mingdan qilib beramiz. Qaranglar, tepalari chang xolos akalar. Buni artib chiroyli qilib berish, xohlasangiz o'zingiz brendingizni ham qo'yib olsangiz bo'laveradi. Bu chiqib tushadigan narsa bu. Oddiy narsa xolos. Endi ko'rinishi g'alati ekan, yana bu narsa ekan deb yurmanglar. Bular rabochiy endi bular. Ha, rabochiy 2 oy 3 oy ishlagan. Lekin aybi yo'q. Aybi yo'q. To'kka suqsa ishlaydi, remont qilinmaydi. To'kka suqsa ishlaydi. Kimlardir do'kon yopilgan, aytgan bir narsa o'shanaqa joylardan bo'lgan. Xo'p, endi qarang. Mana yerda qolib ketmasin, bu konditsionerlar mana bu. Kattalik, 20 talikmidi, nechtalik? 48 talik konditsionerlar. 48 taliklar. Aha, stoykalar. Ha, stoykalar. Aha, nech puldan? Tushsa, bularni 750 dollardan beramiz. Mana-chi rabochiylarimiz. Bularni 4 milliondan beramiz. 4 milliondan. Bu-chi? Bu sotilganmi? Sotilgan. Sotilgan. Mana-chi mana shunisi. Mana shu 5,5 million so'm. Hop, 5,5. 6 ta reshotkali. 6 ta reshotkali 5,5 million so'm. Xo'p, mana-chi konditsioner Bu konditsionerimiz bu ishnisi 1-2 oy ishlagan mashinasi. Buni 2 million 400 ming qilib. Nechtalik bu? 12 talik. 12 talik. Bu-chi? Bu ishlatilmagan. Ha, yangisi nechta? Ishlatilmagan. Buni 3 million 170 ming qilib beramiz. Mana kullar, ha? Ha, kullerlarimiz bor. Hop, nech puldan? 70-80 dollar, 90 dollarliklar. Ha, bu yog'ichi mana. Mana u Invicta 70 mashina 3 million 200 ming qilib beramiz. Xo'p bo'ladi. Bu motorlari ham kattadan, kichkina emas. Ha, o'shanga ahamiyat beriladi. Motori kattadan. Tagidagichi bu avangard. Bu avangard 3 million 150 ming qilib beramiz. 3 million 150 ming. Nimachi Aukus? Aukusda
Kattaroq. Ha, bu 18 talik, 6,5 millionga beramiz. 18 talik. Mana nimachi? Bu Sevintage xolodilnikimiz, Hop. ikkita 3ta olgan odamga 2 milliondan qilib beramiz. Ha, ikkita 3 oyda, ya'ni o'zlaringda ko'pligiga, ko'pligini dog'lasa yana arzonroq qilib beriladi. Qilib Xo'p, bunisi yoni deysiz. Bu ham bir xil ashi bilan. Nech puldan shunda hozir tushyapti? Bittaga nech pul, ko'proq olsa nech pul, misol. Ko'proq olsa 1 million 950 mingdan qilib beramiz. Qarang, bizni butun O'zbekiston kuzatadi. Qarang, mabodo pulini beraman, hali labzingga javob berasanmi deganlar. Men bu bolani taniyman. Sababi men bu boladan o'zim 1-2 marta emas, 5-6 martalab o'zim olganman. Eng yaqin tanishim biz uyimizga ham yaqin. To'g'risi, ishonchli bolalik uchun garantiyani so'rayapman. Endi o'z bilaman garantiya berasiz. Mabodo kimdir misol voqeali fura Isuzu'lardan chiqarib yubor desa, chiqarib yuborasizmi? Chiqarib yuboraman. Ha, xudo xolasa iloji bor, a? Bor. Xo'p, meni kattalarchi mana. Mana shu Zipler. Hop. Bunimiz 3 million 850 ming so'm. 3 million 850 Mana ming bunisi so'm. 4 million 200 ming so'm. 4 million 200 ming so'm. Mana-chi. Bu marazilkamiz, kichkina Hop. mini, uylarga ham ishlatsa bo'laveradi. Aha. Buni 2 million 700 ming qilib beramiz. Xo'p, bunisi-chi. Pasti 2 million 800 ming qilib beramiz. Mana aytdingmi? Ashi 380 lik, Hop. 48 talik konditsioner, buni fenlari ham bor. Bu kattaroq joylarga bu. Kattaroq joylarga. O 48 talik. Buni olib borib o'rnatib berishlaring ham bormi? Yo'q. Olib borib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa. Yana bitta savolni beray. Keling, mana shu sohadasizlar. Sizlar kimdirni iloyim hali yomonlikqa so'ramaymiz. Kimdir hali ishni to'xtatgan bo'lsa, mabodo turgan bo'lsa, xolodilniklar olaverasizlar mabodo. Xolodilnik, kir mashina, konditsioner, yana nimalar? Xolos bitta o'tganiga bo'lsa bo'ldi. Faqat mayda narsa bo'lmasa bo'ldi. Nima barter ham qilaveramiz. Barter ham qilaveradi mabodo. Mabodo mana shu katta joy bunaqasi bo'lsa, buni ham olaverasizlar. Konditsioner bo'lsa, konditsionerlar olaverasizlar, to'g'rimi? Olaveramiz. Buni kelishilgan asosda, to'g'rimi? Endi adres qayerda deganlarga qaranglar. Mana bu o'ng qo'limiz Marg'ilon City. Mana bu yerda Marg'ilon City. Mana u eng uzun domlar, bu yog'i Farg'ona darvozasi bor, bilasizlar. Bu o'zi Yangi Marg'ilon hududi bo'ladi. Bu yog'i endi Yangi Marg'ilon to'g'rimiz Qo'qonga ketadigan mana shu katta trassada, mana shu domlarni ko'rdilaringmi? Mana shu domlar. Mana metan zapravka bor, metan zapravkaning ro'parasida bexijolat kelaverasizlar. Ya'ni Marg'ilon Citydan Farg'onaga yurganlaringda chap qo'lda bo'ladi. Farg'onadan Marg'ilon Cityga kelayotganlaringda o'ng qo'lda bo'ladi. Ya'ni o'sha Marg'ilon Cityga bir 200 metr, 300 metr qolganda o'ng qo'lda bo'ladi. Mabodo kesalaring. Yoki lakasdan tashab ber desalar, lakasdan tashab beraverasizlar. Qarang, yana bitta narsa, eng ko'p savol mana o'tgan safar video qilganimizda eng ko'p savol nima bo'lgan o'zi aslida? Garantiyasini so'rashganmi? Garantiya so'rashadi. Garantiya oldin 2 oy 3 oy berardik. Hozir 6 oygacha shu vitrinalarni beryapmiz. Nari orqadagilar 6 oygacha garantiya berilyapti. Mashinlarga 3 yil to'liq. Mana ularga 3 yil, hamma ochilmaganlarga 3 yil, nariga orqadagi vitrinalarga 6 oy nima berilyapti. Ya'ni garantiya berilyapti. Akalar, qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik. Xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa albatta like-ni bosib, bizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin, akalar. Mana shunaqa ishlab chiqarish bizneslar birinchilardan ko'rib borasizlar. Albatta bizni kanaldan oldin seni xudo xolasa kelishni beradigan xonasi bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishguncha deymiz.